Assalomu alaykum jigarlar, hormanglar, tuzimsizlar. Xo'p, bugun $1000 depozit qildim. 8 tarsga. Kupon tashadim, ko'rgan bo'lsanglar. Mana video qilib ko'rsataman. Shu kupon bugun o'tib berar degan umiddaman. Xo'p, Gamesga kiramiz. Gamesda o'zimizning sxema bo'yicha ko'tarishga harakat qilamiz. 200 ming so'mdan balansimiz 10 million. 200 ming so'mdan 4 marta bosamiz. 1 2 3. Voy bilet. O5 koeffitsient bervordi. Chiqamiz, boshqatdan kiramiz. Endi 150 ming so'mdan 4 marta 1 2 3 4 marta bermaganidan keyin 2x qilib yana 4 marta bosiladi. Hop, 600 ming berdi. Yana 600 ming. Hop, uchinchisi bu, to'rtinchisi. 4 martada 3 tasida berdi, ko'rgan bo'lsanglar. Dalshi 300 mingdan kutamiz. 50 ni berib yuborsa bormi? Hop. 600 ming. Yana balansimiz o'z anaqasiga qaytib qoldi. Hop, berib yuborish kerak. Sezib turibman. Shu joyda 450 mingdan riskovat joyi keldi. Jigarlar, ko'rdinglar? Hop, boshda depozitinglardan kelib chiqqan holda tikasizlar 4 martagacha. 4 martadan keyin dagon qilasizlar. Hop, 225 ga qaytaramiz. 1 2 3 tadan keyin keyingi yutuq olganinglardan keyin 3 marta qaytarib urasizlar. Undan keyin yana ko'tarib 4 martagacha 4 ta bermadi, bilet. Endi riskovniy ketadi endi bu yog'i. Davay. Xo'p, yana shuni berdi. Bu yerda yana riskovat qilamiz. Boshqa ilojimiz yo'q, chunki qaytarib o'zimizdan pulimizdan beryapti. Ketidan kattaroq koeffitsiyentni ushlashga harakat qilamiz. Berib qo'y endi. 10 koeffitsient, 15 koeffitsiyentlaringdan tasha. Hop, 2x. Bilet balansi oqizib qo'yyapti. 3,600,000. 900 ming, yana 3,600,000. Bilet. Chotki yomon emas. Balans 14,800,000.